Davlatimiz rahbarining Farg'ona viloyatiga 2 kunlik tashrifi davomida yangi obyektlar ish boshladi, istiqbolli loyihalar taqdimot qilindi. Hudud faollari bilan o'tkazilgan yig'ilishda esa viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Vodiy taraqqiyoti, aholi farovonligida yangi sahifa ochgan tashrif va prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan taklif tashabbuslar ahamiyatini keng jamoatchilik vakillari yuqori baholamoqda. Bugun farg'onaliklar uchun tarixiy kun bo'ldi deb bemalol ayta olaman, chunki mana shu davrada ishtirok etish, yurtboshimizni ma'ruzalarini tinglash va bugun Farg'onada amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari va chiqarilgan qarorlarga berilayotgan munosib javoblarning natijalarini eshitdim. Farg'onalik bo'lganimdan juda quvonib ketdim, chunki davlatimiz rahbarini kirib bormagan sohalarni birortasi qolmadi. O'sha ishlab chiqarishmi, tadbirkorlikmi, hammasi, ayniqsa men bir ustoz sifatida, ijodkor sifatida bugun bolalar tarbiyasiga, bolalarning kitobxonligini oshirishga, adabiyotga bergan e'tiborlari juda ko'nglimni tog'dek ko'tardi. Marg'ilonning xiyobonida har 2 yilda bir marotaba xorijdagi dunyoni taniqli shoir yozuvchilarni olib kelib, ana shu joyda bir ijodiy mushoiralar, ijodiy kechalar o'tkazishni gapirdilar. Farg'ona viloyatida bu yil shunday harakat bo'ladiki, Yozyovon eng ko'zga ko'ringan tumanlardan biriga aylantiriladi. Uni o'sha turizm sohasini rivojlantirish, shu bilan birga o'sha yangi bir inshootlarda qurilishi, mana yangi O'zbekiston binolarini qadrlashi, bular hammalari shu yozyovonliklarni manfaatini, faqat Yozyovon butun Farg'ona viloyatini xalqi uchun-da davlatning rahbari shunchalar yonib, kuyib xalqni o'ylayapti-da. Davlatimiz rahbarining shunchalar tashabbuslari, g'ayratlarini ko'rib, men o'ylaymanki, mana shu davrada o'tirgan har bir farg'onaliklarni shaxtiga shaxt, shiddatiga shiddat qo'shildi. Shu bilan yana yelkamizda katta bir mas'uliyat borligini angladik. Faollar yig'ilishida juda katta marralar viloyat mas'ullariga belgilab berildi. Ayniqsa qishloq xo'jaligi yo'nalishida hali ishga solinmagan katta imkoniyatlarimiz borligi to'g'risida to'xtalib o'tildi. Jumladan bog'dorchilik yo'nalishida bog'dorchilikda hosildorlikni oshirish, daromadini oshirish, eksport bobligini kuchaytirish, mahsulotning sifatini oshirish. Eng avvalo har bir qarich yerda unumli foydalanish bo'yicha hurmatli prezidentimiz bizga aniq vazifalarni, yechimlarini va mablag'largacha xalqqa berishdi. Bundan mana misol qilgan bo'lsak, viloyatimizda 33 ming gektar maydonda adilli, dashtli, hali o'zlashtirilmagan yerlarimizda katta imkoniyat yotganligi to'g'risida to'xtalib o'tishdi. Hurmatli prezidentimiz bizga yaratib bergan imkoniyat va sharoitlardan unumli foydalanadigan bo'lsak, u joylarni ham o'zlashtiradigan bo'lsak, bunda chet el tajribalarini inobatga olib, investorlarni jalb qilib, dehqonlarni, tashabbuskorlarni jalb qilib, ushbu maydonlarda o'zlashtirsak ham qancha mahsulot, oziq-ovqat mahsuloti yetishtirish mumkinligini, eksport salohiyatini oshirishimiz mumkinligini yoki aholi bandligini ta'minlash bo'yicha katta zamin borligini ular ta'kidlab, bizga aniq topshiriqlar berishdi va marralar belgilab berishdi. Bugunroq ish rejalarimizni o'zgartirib, tegishli vazirliklar, tegishli mutaxassislar va tegishli mas'ullar bilan birgalikda ish rejalarimizni qayta o'zgartiramizda, ushbu belgilangan rejalarni, marralarni oziq-ovqat xavfsizligini barqarorligi bilan, eksport salohiyatini barobarga oshirish bilan biz albatta natijasini amalga oshiramiz. Prezidentimizni Farg'ona viloyatiga tashriflari juda ham o'zgacha bo'ldi. Prezidentimiz asosiy urg'uni yoshlarga, kambag'allik va ishsizlik sohasiga va qolaversa inflyatsiyani oldini olish bo'yicha juda ko'p topshiriqlar berdi. Albatta biz ham Qo'shtepa tumanida ham yil yakunigacha shu kambag'allikdan xoli hudud, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha imkoniyatlarimiz bor. Bu bo'yicha tegishli dasturlarimizni ishlab chiqqanmiz. Qolaversa bugungi topshiriqlar ham bizga qo'shimcha yana ham kuch bag'ishlaydi. Yoshlar bilan alohida ishlab, jinoyatchilikning oldini olish, ish bilan ta'minlash, qolaversa mana migratsiyadagi yurgan yoshlarimizni ortga qaytarib, shu yerda o'zimizda tadbirkorlik yoki boshqa sohalar bo'yicha ish bilan ta'minlash choralarini ko'ramiz. Qolaversa bizda mana tumanimizda aholiga berilgan yerlar, bundan tashqari fermerlarimizda yerlar mavjud. Bu nimaga kerak bizga? Bu inflyatsiyani darajasini hozirgi aytganlaridek 6-6,5% dan oshirmasligi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini ekib, biz xalqimizga shu arzon narxdagi oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish orqali biz go'sht, sut, tuxum va qolaversa kartoshka va poliz ekinlarini arzon narxlarda yetishtirib berish orqali biz inflyatsiya darajasini ushlab qolamiz. Muhtaram prezidentimizning Farg'ona viloyatiga tashriflari yakunlari bo'yicha viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va kelgusidagi vazifalar bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda tuman hokimlariga bir qator vazifalar belgilab berildi. Aynan bizning Oltiariq tumani bo'yicha uzumchilikka ixtisoslashganligi, bog'dorchilikka ixtisoslashganligi sababli o'zlarining fikrlarini berib, uzum o'sha tagida qo'shimcha mahsulot
mahsulotlarni yetkazish, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha takliflarni aytishdi va yangi navlarni olib kelish bo'yicha shu hududga mos navlarni olib kelib yetishtirish bo'yicha topshiriqlar berishdi. Kelgusida men bu yig'ilishda o'zimga xulosa qildimki, borib tunu kun mana shu berilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlab, eng avvalo shu deputatlar bilan ijro qilinadigan dasturimizni qayta ko'rib chiqib va shu dasturlarda yangi vazifalarni belgilab, shu berilayotgan mablag'larni maqsadli ishlatish, hududdagi barcha mahallalarda muhtaram yurtboshimiz tomonidan olib borayotgan siyosatni to'g'ri tushuntirish va xalqni shuni birdamlikda mana shu masalalarni amalga oshirishda faol ishtirok etishni o'zimga maqsad qilib oldim. Hurmatli prezidentimiz ko'p rahbarlarga topshiriq berib, tadbirkorlarga imkon qadar yordam berishlarini tayinladilar. Biz juda xursand bo'ldik. Prezidentimiz barcha tadbirkorlar uchun barcha yo'llarni ochib berganlar. Faqat bizdan ishlash qoladi. Yana ta'kidladilarki, har bir qarich yerdan unumli foydalanib, qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish, ya'ni o'sha bog'lardan ham bir ramchi emas, ikki ramchi qayta qadoqlab, qayta ishlagan holatda mahsulotlarni ishlab chiqarishni tavsiya berdilar. Biz prezidentimizga va'da berdik. Bu yilgi hosilimizni o'zini 1,5 million dollarga eksport qilamiz. Yana yildan boshlab 8 million dollarga eksport summamiz yetadi. Raqamli texnologiyalar yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib boraman. Amerika Qo'shma Shtatlariga stajirovka o'tib oldim. Ispaniyaga ham stajirovka o'tib oldim. Va mana shu yutuqlarimda bugungi prezidentimizning ilgari surgan rejalari, ilgari surgan tashabbuslari meni yanada quvontirdi va o'z ustimda ishlashga yanada katta kuchli motivatsiya bo'ldi. Prezidentimiz har 2 yilda Farg'ona viloyatida kitobxonlik festivalini tashkil etamiz deb aytib o'tishgani meni yanada quvontirdi va bu uchrashuvdan men o'zimga juda ham katta motivatsiya va kelajakdagi qo'ygan maqsadlarimga erishishimda yanada katta kuch oldim. Yangi barpo bo'lgan Qo'qonimizda turibmiz. Bu hammasi insonlar uchun qilinyapti. Mana shu majmuani olsak, inson yashash uchun hamma narsa bor. Avvalo mana tashqi qiyofasi, bog', kechqurun chiqib farzandlarimiz, nevaralarimiz dam oladigan qilib yaratilgan. Mana Qo'qonga agar 3-4 yil kelmagan inson bo'lsa, Qo'qonni umuman tanimaydi. Prezidentimiz Qo'qonga keldilar. Biz hamisha prezidentimiz Qo'qonga bo'lgan alohida e'tiborlarini hamma vaqt sezamiz. Mustaqilligimizga 35 yil bo'lgan bo'lsa, bu kunga nihoyatda mana shu koshona juda ham chiroyli tuhfa bo'ldi. Nechta oilaga quvonch kirib keldi. Nechta oila bu yerda yashab, farzandlarim ham kelib, bu uylarni ko'rib, bunga tasanno qilishyapti. Uchrashuvda nafaqat iqtisodiy masalalar, balki ma'naviy, ma'rifiy masalalar ham muhokama qilindi va takliflar berildi. Gap shundaki, faqat iqtisod bilan ovora bo'lib qolganimizda bizning qiyofamiz bo'lmas edi. O'zbekistonning qiyofasi bo'lmas edi. Prezidentimiz xohlagan bu davlat jamiyat bo'lmas edi. Shu ma'noda prezidentimiz mana kecha aytaylik Burxoniddin Marg'iloniy nomidagi shu kompleksni, majmuani ochilishida o'zlari qatnashib, ma'naviyat, ma'rifat to'g'risida ham yaqinda uchrashaman bularning vakillari bilan, ko'p masalalarimiz bor degan gaplarni gapirdilar. Bu Xudoga shukr qilishimiz kerak. Mana dunyoni ko'rib turibmiz, nima bilan ovora. Ba'zi birovlari jon saqlash ilinjida yashayapti. Ba'zi birovlari bir ocharchilik arafasida yoki shuni tashvishini chekyapti. Ba'zi birovlari faqatgina shu nimadan, krizisdan chiqish tashvishida. Biz yangidan yangi rejalar, ma'naviy, ma'rifiy rejalarni oldimizga qo'yyapmiz. Prezidentimiz mana Qo'qon adabiy muhitidan kelib chiqib, adabiyot maktabini tashkil qilish, mumtoz adabiyot vakillarini, masalan, bir nomini sharaflaydigan, ularga izdoshlar tayyorlaydigan bir maktab yaratish to'g'risida taklif etildi. Burxoniddin Marg'iloniy majmuasida xalqaro kitobxonlik festivalini o'tkazish taklifini berdilar. Bu juda ham katta gap. Chunki bunaqangi takliflar rivojlanayotgan, o'ziga ishongan davlatgagina xos. Kecha Qo'qondan Marg'ilongacha rahbarlar bilan birga shu o'zimizni elektropoyezdda keldik. O'zimizda ishlab chiqilgan elektropoyezd. 10 yil oldin tasavvur qilib bo'lmasdi buni. Bu yerga kelib masalan, mana bu qo'shma korxonalarga kirib ko'rdik. Mana kafel ishlab chiqaradigan Quvasoy keramika zavodini kirib ko'rdik. Tuproqni toshdan ezib, shuni tuyib, kafel qilib, toshdan valyuta qilinyapti. Prezidentimiz juda kuyunchalik bilan gapirdilarki, Farg'onada ishsizlik bo'lishi mumkin emas, kambag'allik bo'lishi mumkin emas. Chunki Farg'onaning tabiati, farg'onaliklarning tabiati bunga to'g'ri kelmaydi
deb gapirdilar. Achchiq gaplar gapirdilar, tanqid qildilar, lekin shu tanqidlarning zamirida ham juda katta bir mehr, shu o'zini xalqiga bo'lgan juda katta mehri sezilib turibdi. Prezidentimiz qo'ygan masalalar albatta bo'ladi, chunki bundan ko'ra odamda aql bovar qilmaydigan, aytaylik, mo'jizalarni prezidentimiz islohotlari bizga taqdim etdi.